Assalomu alaykum bizning doimiy ravishda kuzatib kelayotgan obunachilarimiz 2026-yil mavsum uchun yana bir yangilik urug'imiz kelgan. Fransiyaning Sakata firmasining Strider F1 bodring urug'imiz kelgan. Bu urug'dan avvallari ham sotganmiz. Oldinlari 50 grammlik pachkada kelardi. Bir necha yildan beri kelmayotganligini hisobiga 2026-yil mavsum uchun 1000 donalik pachkada kelgan. Bu bodringimizning xususiyatlariga kelib to'xtalib o'tadigan bo'lsa, ochiq maydon uchun pachkasi 3 sotix 3,5 sotix maydonga yetadi. Buni ko'proq tuzlamachilar ekishadi. Nimaga tuzlamachilar ekishadi desangiz, bodringni sindirganingizda ichida 3 ta kamerasi bo'ladi. Ba'zi bir bodringlarga o'xshab yo'g'onlab, urug'lab, urug'lari katta-katta bo'lib ketib qolmaydi. Unaqa bodringni tuzlasa, piliq-piliq bo'lib yumshab ketib qoladi. Buni 3 ta kamerasi bo'lganligini hisobiga bu uncha-munchaga o'zini holatini yo'qotmaydi. Bodringni tuzlaganingizdan keyin 6 oydan keyin ochasizmi, 1 yildan keyin ochasizmi, bodring qarsillab, svejiy holatda turadi, o'zini holatini yo'qotmaydi. Keyin rangi bo'ladigan bo'lsa, och yashilni tashkil qiladi. Bodringimizning razmeri 18-20 santimetrgacha bo'ladi. Kimga shunaqa bodringlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Xudo xolasa kunda kunora bundan buyog'iga yangiliklarimiz keladi. Qo'limizdan kelgancha iloji boricha sizlarga yangi videolarni qo'yishni boshlaymiz. Hammaga rahmat.